Assalomu alaykum, hurmatli birodar, do'stlarim, yaqinlarim, mani tanimagan birodarlarim, o'rtoqlarim, qani qarindoshlarim, yaqinlarim, mehribonlarim. Yangi yil bayrami bilan hammanglarni chin qalbimdan tabriklayman. Eski yilda bo'lgan kamchiliklarni gapiraman. To'g'ri noto'g'riligini bilmayman. Lekin shuni xohlardimki, shu kamchiliklar bu yil qaytarilmasa, uni to'g'ri yo'lga solinsa, hamma. Birinchi shuni yaxshi bildimki, ayib qo'yish bir anaqaga kirdi-da, nima deydi? U ayib qo'yish davri keldi-da. Oldingi yil endi bu yil ularni kechirish davri bo'lsin. Ayib qo'yish davri bo'ldi, endi kechirish davri. Rozi rizoli bo'lsin degan niyatlarim bor. Endi ko'p gapiraman, o'shaning uchun qo'rqaman. Kamroq bo'lsa, kommentariy yaxshi bo'ladi deb. Kecha mehnat qildim. 3-chisov kuni Yandexga chiqdim. Yandexga chiqib 14 ta zakaz oldim. 14 ta zakaz oldim. Shu 14 ta zakazdan anaqa oxirgi zakazim, keyin unidan o'tib yozdim. Oxirgi zakazimda shu 12:30da O'rozorga bordim. O'rozor bilasiz, bozor, hamma yoq to'la, probka, chaqirgan joyi ichkarida. U yoqqa kirib bordim. Kirib borganim bilan endi oxirigacha bormadim. O'sha aytgan tochkasiga bordim. Bu yerda u senka endi u yerga u mollarini arabada olib kelar ekan. Arabada olib kelguncha bir ozgina poyladim. Lekin u keldi. Faqat bitta narsa, ajdaniyani yoqish esimga kelmabdi. Voy, o'ynayning deyman. Ajdaniyani yoqaman, o'chirib qo'yadi. Ajdaniyani yoqaman, o'chirib qo'yadi. Endi bordim-da oldiga, hali yo'lga chiqqanim yo'q-da. Uni putni yozdim, ketyapman deb yozdim, sразу qabul qildim, keldim, ketdim deb yozdim. Baribir ajdaniyani yozsam o'chirib qo'yaverdi. Yandex mayli, bo'lgan ishi bo'ldi. Keyin anaqa mollarini olib chiqdi arabada, uni orqasiga solishtirib material olibdi asosan. Bo'ylab shunga o'xshagan ko'p narsalar oldi-da, orqa bagajim to'ldi, oldiga ham narsa soldi, kraska, hamma narsa. Aravachiga 50 so'm pul berdi. 50 ming pul berdi. Keyin men o'tdan sekin anaqa ortib bo'lgandan keyin yo'lga chiqdim. Anaqa Ibn Sino tarafiga. Ibn Sinoga bordim-da, shu bilan Ibn Sinoda uni yangi uchastkalar qurilyapti, o'sha yoqqa qayilib, endi o'ylari bitgan, endi anaqa yana bir ikkita joylari adilka ishlari bor ekan, shuni qilayotgan ekan, o'shanga endi bozor qilib sekin tushirgandan keyin bu bir soatga yaqinroq endi vaqt ketdi-da. To chiqquncha 20 minutdan ko'proq vaqt ketdi. Bo'yladim, yarim soat ketdi-da, anaqada, O'rozorda. Endi yo'ldan chiqqanimdan keyin narsalarni otib uyga olib kelganimdan keyin men 16 kilometr yuraverman. 16 kilometrimga 38 ming pul yozibdi. Yaxshi gaplashdik ayollarim bilan. Omadlar dedim, duolar o'qidim, hammasi qildim. Endi menga ham 50 ming berasiz dedim. Yo'q dedi, 40 ming so'm pul berdi. 38 ming yozgan u dedi. 2300 so'mdan Yandex start qilib yozgan ekan, shu mana shu pulni beraman dedi. To'xtang dedim. 2000 so'm puliga anaqa o'tirmayman, qaytib oling dedim. Yo'q, kerak emas sizga deydi. Yo'q, 10 ming so'm bo'lganda olardim, 2000 so'mni olmayman dedim. Oling, 2000 so'mni deb ish qilib 2000 so'mni berdim shunga. Omad sizni bersin deb chiqib ketdim. Siz menga qanaqa muomala qiladigan bo'lsa, Alloh sizga xuddi shunaqa muomala qilsin dedim. Shunaqa desam, johli chiqib ketdi. Endi men bilmadim kommentariyaga nimalarni yozib tashladi. Uni bilmayman. Xullas ketdim. Ketgandan keyin qarasam, gazim ozgina qolibdi. Uyga deb yozdim. Uyga ikkita yana klient berdi, uygacha yetib keldim.
Xullas, bugun ertalab anaqa Yandexga uncha chiqqim kelmadi, xohishim bo'lmadi. Keyin dam ola qolib, bugun oddiy dedim. Xullas, 14 ta zakaz oldim. Kartaga 43.000 so'm, 43.500 so'm pul tushibdi. Nalichi 303.000 so'm pul ishlanma. 346.000 so'm, 246.500 so'm pul ishlanma. Kompaniyaga 60.000 to'ladim. Partnyorga 14.000 to'ladim. Udержание налогga 4.000 so'm to'ladim. Jami 78.000 so'm pul to'ladim. 190.000 kilometr yurdim. Gazga taxminan 100.000 so'mcha pul to'ladim. 346.500 so'm naqd oldim. 100.000 so'm gazga pul to'ladim. 246.000 bo'ladi, gaz olib tashlasak. Unda haligi xizmat qilganlarga pul to'laganim olib tashlasa 78.000 bo'ldi. Shunda 168.500 so'm pul qoldi. 5 soat ishlaganimda. Arabakash shu ichkaridan buyoqqa olib chiqqanda 50 so'm pul ishladi. U kechgacha endi qancha pul ishlaydi bilmayman-ku. Endi omadini bersin, hammaga nasibasini Allohimiz o'zi yetkazib beradi. Ben unga aytmoqchimanki, Arabakash ko'p pul topadi, haqiqatda ko'p pul to'laydi. Arabakash ham где-то 50.000 pul to'lasa kerak arendaga, Arabakashchiga. Men 78.000 pul to'ladim 5 soatimga. Yandexga xizmat qilganim uchun. O'zim 168.500 so'm pul ishlanma 5 soatda. Arabakash 1 soatga bormay, anaqa yarim soatda 550.000 pul ishladi. Endi kechgacha ancha pul topadi. Lekin Arabakash mendan ko'p pul topishiga ishonaman. Chunki u 200.000 pul bilan uyga qaytib kelmaydi. Mana shunaqa hayotda shunaqa ostin-ustunlari bor. Pul topish og'ir. Yandex kompaniyasi menga вы просите, чтобы клиент отказ сделал это. To'g'ri? So'rayman отказ qilgan deb. Sababi uni oldiga kirishga imkonim yo'q-ku. Hamma yo'q, probka yo'q. Kirishga umuman imkonim ham yo'q. Shu narsani inobatga olmaydi Yandex kompaniyasi. Shuni bildirmoqchimanki, shuni inobatga olsin. Keyin Yandex kompaniyasi mani prямо choraxon tagiga to'xtatadi. Men radarga pul to'layman. Klient bamni sразу klient beradi-da, bu tarafda polab turibdi deydi. Tez klient. Shu yoqqa qaylaganimda oldin palasani bosardim. Endi hozir palasani prezidentimiz yo'q qilib bergandan beri shamol kirgan, bemalol choraxada yurib, o'zim ehtiyot choralarini ko'rib yuraman. Yaxshi, hammasi yaxshi. Keyin Yandex kompaniyasining juda ham ayblari ko'p. Endi u noto'g'ri joy ko'rsatadi, noto'g'ri belgi beradi, noto'g'ri sochka beradi. Klientni ham Yandex aybdor, lekin xato qiladi, lekin aybdor haydovchi bo'ladi. Yana reytingini tushirib boraman, palon qilaman, piston qilaman. Har kuni ertalab men Yandexga chiqsam, pul topaman deb chiqaman, pul ishlayman, daromadga chiqaman deb. Endi unga отказ qilib, keyingi klientni qayerdan topaman men? Buni Yandex kompaniyasi o'ylamaydi, aqli ishlamaydi. Shuni bugun o'sha narsalarga aqli ishlasin. Bekorga chiqmagan, bekorga yurmaydi. U откazini sababini biling. Keyin Tata gastitsasidan men klient oldim. Klient arzon narxda. Bittalik klient. U bagajimni ham to'ldirdi. Salonimni ham to'ldirdi bagajiga. Aeroportga dedi. Voy, vizi anaqa ekan, pokistonlik ekan. Vizi один заказ сделали dedim. Tushuntirolmadim unga. Сейчас клиент видит еще один
Saadet nima shuni deb uni tushuntira olmadim. Keyin ayb bo'pti Saadet sizimda. U klientga ham olmadim. Anaqa yo'lda klient berdi menga bor o'tirganda. U yoqqa bormadim endi. Uni oldiga bo'lmasa anaqa yo'lni ko'rsatmas ekan. Nima qilishni bilmayman. Xullas, отказ qilishni bilmayman. Aeroportni yaxshi bilaman, haqqi borsa aeroportda. Ha, shaharda hammasi joyini yaxshi bilaman. Shippa survardim aeroportga deb, to'g'ri aeroportga borib tushirdim. Tushirsam, anu klientga yana boshqatdan u yoqqa uni yo'qotish qiyin ekan. Keyin uni ham отказ qildim. Yana xato qildim. U endi qanaqa qilman bu yerda tushuntiraman. Shunaqa sharoitlar bo'ladi gohida. Yana men aybdorman. To'g'ri, u o'ylashicha men aybdorman. Uni klientni olmadim. Klient o'zi отказ qilmaydi. Ana shunisi chatoq ekan. Mana shunaqa. Xullas, anaqa muammolar ko'p bo'ladi. Shu muammolar bu yil bo'lmasa yaxshi bo'ladi. Haligi O'rdadan to Xaziraga borguncha Navoiy ko'chada avtobus yo'li bor. U yerda to'xtash imkoni yo'q o'sha yerda. Klient imенно остановкаdan o'tgandan keyin o'zi ishxonasini to'g'risida shu yerga belgilaydi. Endi mashina qo'yadigan joy yo'q. O'sha yerda to'xtayman. Orqamdan avtobus keladi. Ben unga telefon qo'yaman. Klientga telefon keldim deb aytishim kerak-ku. Anaqa o'sha joyga keldim, lekin bu anaqa Yandex отметка qilmayapti. Прибыл deb aytmayapti. Mani keldi deb aytmayapti. Men o'zim yozyapman unga. Ben keldim deb. Telefon qo'yaman. Ehtiyot choralarini ko'rish uchun sizni ovozingizni yozishimizni ogoh beramiz. Sizni unutmang. Yaxshi gaplashing klientman deydi. Men keldim deb aytishim menga shunchalik og'irchadiki, u keyin birdan u olmaydi. Yana zvont qilaman. Yana shu narsa qaytarilaveradi. Yana orqamda avtobus signal chaladi. O'tsanchi, qanaqa o'tsan deb. Keyin tushib, men telefon qo'yaman. Klientim bor chetda deyapman unga. Avtobus joni chiqyapti-da, endi shunaqaki. U aylanib o'tolmaydi, sababiki yo'l tarafidan mashinalar ko'p. Hamma yo'q probka. Men yig'lagim keladi. Keyin oldiroq borib, nariyoqqa bo'sh joy qidirib, bo'sh joyga topsam, u menga telefon qilyapti endi. Qattasiz, negaki joyingizda o'tirmaysiz? Nimaga o'z vaqtida o'zingizni joyingizda o'tirmaysiz? Nimaga deb baqiradi-da, u jalba yozadi Yandexga. On na месте не стоит, deyapti, uni yiqil deyapti. 20 metr nariyoqqa o'tibdi deydi. Назначение у Кигамбани я не замечаю его дада. Вы же на месте не стоите. Почему вы уехали оттуда, дида? Хулас, машинака замечаниялari bo'lmasin. Anu telefondagi o'rtadagi suplar umuman kerak emas. Men telefon qilsam, men chetga keldim deb telefon qilaman. U menga kerak emas. Ko'zoynagi yo'qolib qoldi. Bir kampiri. O'sha domini bilaman, Chilonzordagi domini. Olib borgan joyimni bilaman. Yaqin boraman deb, bu тут бабуля живет, вот ему очки забыл, я его надо найти, вот так он ходит дома. Hech kim bilmaydi. U podyezdga boraman, babuля, bu babuля. Keyin buni Yandexga anaqasiga bolalarga topshirdim, mana chaqirsa navoda. Telefoni yo'q menda. Telefon qilib unga telefon qiladigan bo'lsam. Juma kuni menga anaqa nimada voy uning bir otlari esimda yo'qdi, ko'chalarni. Metroning yonida-da, xullas qo'ylovda shu odamni oldim-da, uni avtobusdan Toshkentga borib qo'ydim. Amaki, men hozir mashinani jo'natib yuboraman dedi. Anaqa shuni yukini-da, siz 150 ming pul bera olmaysizmi dedi. Bera olmayman dedim. Mana 150 ming berdim. 150 ming berdim-da, keyin amaki 30 ming yana so'rayapti dedi. Berasizmi dedim. Mana 30 ming deb berdim. Poylab turibman, kelmaydi. Anaqa qabulni o'chirib qo'yganman. U hozir anaqa puli bo'lsa, maydalab, yirik puli bo'lsa, keyin menga pul bersa kerak deb o'ylayman. Keyin uni topolmadim.
kelgan u anaqa Yandexga borib yetdim, mana mana shu joyda mana shunaqa bo'ldi, mani anaqamni pulimni bermadi, u ham topib bermadi. Organni o'ziga yozdim, mana shunaqa telefonda mana shunaqa zakaz bo'yicha manga uni telefonini topib beringlar, gaplashinglar. Ular ostanovkaga chaqirgan-ku, o'y joyi ostanovka-yu. Keyin u o'tda ostanovkada o'y joyi bo'lmagani uchun o'sha ostanovkani o'zida u topilmas ekan. Juda qiyin masala ekan. O'shani ham e'tiborga olishdi. Bu yil shunaqa xatolar bo'lmasin. Keyin men pul ishlagani chiqamanu, unga nimaga men отказ qilaman? Yandex buni inobatga olmaydi. Shuni inobatga olishini xohlayman. Telefon hali o'rtadagi so'plar umuman kerak emas. Kerak bo'lsa zangori ekranga chiqib yoki men telefonimga telefon qilib, men telefonimga yozib qo'yaman agar iloji bo'lsa. Telefon qilib tushuntirib bersin buni nimaga ishlatilishini. Bu haligi ortiqcha mashhurda qatuv kerak emas. To'suv bo'ladigan, aniqa yo'l harakatini buzadigan to'suv kerak emas. Yo'l harakatini buzayotgan ayniqsa telefon bo'ladi. Chorig'iga kelaman, uni topolmayman. To unga telefon qilib u tushguncha yoki o'zi klient menga kim sizni anaqangizga mana shu telefonga rozi uni bildirib bering. Shu narsa bo'lmasin. Endi radar to'g'risida ikki og'iz so'zim. Har bitta harakatda o'zini sababi bo'ladi. O'zi probkadan tez chiqaman. To'g'ri, 66 da yurgan bo'lishim mumkin. Men 66 da yurmayman deyotgan, 70 da ham yuraman. Ba'zi bir tekis joylarda 80 da ham yuraman. Sharoitga qarab yuraveraman. Sharoitga qarayman. Lekin birortasiga ziyon keltiradigan bo'lsam, shu joyda yurmayman. Ziyon keltiradigan bo'lsam. Men bilmagan xatoni topib turib, meni orqamdan jarimani yozish bu noto'g'ri radarchi o'g'lilarim. Siz yozayotganda siz pul olishingizni bilasiz. Men xato qilganimda pul to'lashimni bilmayman. Xatoni siz to'g'rilayman deysiz, savobini bilmaysiz. Tez yursam odamlarni tezroq o'yga borib qo'yaman. Tez yursam boshqa odamga anaqa yo'l beraman. Savob ish qilaman. Militsioner anaqa radar anaqa organ işte gaishni anaqa xodimi qizil chiroqda ham o't tezroq o'tib har kuni ertalab 3-4 ta anaqa militsioner xodimi anaqa chorrahada turib tartibga saqlab tez o'tishga o'sha probkani oldini oladi. Radarchi bolalarim bo'lsa xatosini topadi. Yordam bermaydi. Uni radari o'zini vazifasi bor. Buni radarchi o'g'lilarim bilmas ekan. Radar. Xato qilsa, xato emas. Birovga dilini og'ritsa, shuni ko'rsatadigan anaqa radar, kamera. U pul ishlash uchun emas, tarbiya uchun emas. Bu tarbiya to'g'risida ko'p narsani qarang. Bular hammasi o'tib ketadi. Ertaga bolalarimiz, nabiralarimiz otasini kimligini bilgandan keyin hurmatini qilmaydi. Uni hech kim emasligini bilmaydi. Qayerdan pul topib shuncha narsani oldi deb muhokama qiladi. Podshohimiz o'zini qizini himoya qila olmadi. Podshoh. Qonun shunaqaki, har bitta odam aybdor qila olar ekan. Buni oldin bilmas edim, lekin endi bugungi kunda yaxshi bilaman. Bu yaxshi emas. Ota-onani aybini topish, uni jazolash, bu organ shunaqangi bir dushman bo'lib chiqdiki, o'zi bilmaydi nima qilayotganini. Chunki uni bolasi xuddi shu narsani o'ziga qiladi. Shuni bilmaydi. Voy, nima deb tushuntirishni bilmayman hammalarga. Yangi yilda rozi-rizolik bo'lsin. Norozi qiladigan bo'lmasin. Norozi qilgan aqlini yig'ib olsin. Boshqa odamni dilini og'ritmasin. Yangi yil unga qutlug' kelsin.
bolalari uni aybdor qilmasin. Hamma javob beradi. Hech javob bermaydigani yo'q. Hammamiz ketamiz. Hech ketmaydiganimiz yo'q. Birovni norozi qilib, pulini olgandan ko'ra o'lgani yaxshi. U sizni qarg'aydi, ota-onangizni qarg'aydi. Bu yaxshilik alomat emas. Maqtasin, unga omad tilasin, baxt tilasin, sevgi muhabbat tilasin. Keyin siz shundoq qilingki, tarbiya berganda radarchi o'g'lilarim. Uni xursandchiligidan xursand bo'lib yashang. Unga to'g'ri yo'lni ko'rsatganingizdan xursand bo'lib yashang. Orqasidan pichoq urib yashamang. Uni dilini og'ritmang. Sizga keladigan oqibatlarni ko'rmang. Har doim sog' salomat bo'ling. Radarchi o'g'lilarimni birorta do'sti yo'q. Birorta oshna-g'oynisi yo'q. O'zi men radarchiman, men shuncha narsa qildim deb gapiradigan holi yo'q. U hammadan qo'rqib yashaydi. Qo'rqib yashagandan tik turib o'lgan yaxshi. Qanaqa tushuntirishni bilmayman, shuncha odamlarga aytyapman. Menga qarang, 70 qiling, skorosti to'g'ri tez yurmasin, 70 normallik. 55da, 56da 4-chi skorost yuraman. Avtomatku. Ani shkalasidan ko'raman, anaqasi 1,5, 2 ga yaqin, o'rtasida 1,75 bo'lib anaqa gazni ko'rsatadi. Keyin ko'tariladi, 2,5, 3 gacha ko'tariladi, 60, 62, 65, endi haligi 66 ga chiqarsam 65 dan katta qiladigan bo'lsam, shappa anaqa sekin tushadi-da, anaqa skorosim birdan chiroyli yuradi-da, keyin anaqa destopluvam 1,5 ko'rsatadi. Tezligim 65, 67, 68 da bo'ladi. Mashina maza qilib 5-skorost yuradi. Buni anaqa rahbarlar bilmaydi. Rahbarlarning mashinasi bor, o'zining mashinasi bor. U anaqa distoplovani ovqat yeyishini ko'rmaydi, ko'zi ko'r. Eng yaxshi skorost bu 70 da eng zo'r skorost bo'ladi. Tekis yo'lda, agar oldida hech kim bo'lmasa. Probkada hech kim, hozir shaharimizda faqat 40-50 skorost, boshqa skorost yo'q. Undan tez skorost yurish qiyin. Sababiki bunga qo'rqishadi. Tez yurishga qo'rqishadi. O'shaning uchun probka ko'p bo'ladi. Ham probkani yo'qotadi, ham mashinaga erkinlik beradi, ham distoplovani ekonom qiladi. Bunga rahbarlar aqli yetmaydi. O'shaning uchun ham nomi bor, o'zi yo'q rahbarlar ko'p. Chunki uni biladigan, unga javob beradigan rahbari o'zi yo'q. Hisobot bermaydi, topganini hech kimga ko'rsatmaydi. Shunaqa rahbarlar bor. Yangi yilda hamma o'zini aqlini yig'ib olsin, to'g'ri yo'lni topsin, to'g'ri yo'lda yursin, yaxshi hayot kechirsin. Keltirgan anaqalarimni, xatolarini bo'lsa, to'g'ri bo'lsa, gapirayotgan gapim bo'lsa, to'g'rilasin. Sharoitlarni qilib bersin. Prezidentimiz hammamizga sharoit qilib beryaptilar. Sharoitdan pul ishlaylar deyotgan yo'q. Shuni unutmanglar. Sizlar haligi tartibga tarbiya beraman deb o'ylamanglar. Tartib qoidani shopirlarni o'zi qilsin. Bir-biriga yo'l bersin. Pоворot yoqdimi, yo'l bersin. Unga imkon yaratib bersin. Sharoitini, bir-birini hurmatini qilsin. Hammamiz yaxshi yashaylik. Hammamiz bolalarimiz uchun namuna bo'laylik. Yaxshi namuna bo'lish, yaxshi ota-ona bo'lish hammamizga nasib aylagan bo'lsin. Alloh akbar. Bolalarimiz rohatini ko'rib, rohatlanib yashash nasib qilsin. Xo'p, xayr.